barqaror rivojlanish maqsadlariga xomahang holda demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy yangi O'zbekistonni barpo etish siyosatini olib bormoqdamiz. Ortga qaytmas islohotlarimizning izchil davom ettiryapmiz. Ustuvor maqsadimiz mamlakatimizda yashayotgan har bir oilaning, har bir fuqaroning hayotini tubdan o'zgartirish, inson qadrini va farovonligini oshirishdir. So'nggi yillarda O'zbekistonda kambag'allik darajasi 35% dan 6.6% gacha qisqartirishga erishdik. Bunga avvalo ta'lim va ilm-fan sohasini o'zgartirish, innovatsion tarmoqlar va texnologik sanoat korxonalarini barpo etish, yashil energetika va transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, kichik biznesni har tomonlama rivojlantirish va natijada millionlab ish o'rinlarini yaratish orqali erishmoqdamiz. Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim qamrovi 27% dan 78% gacha oshdi. Yoshlarimizni oliy ta'lim bilan qamrovi esa 9% dan 42% ga yetdi. Eng asosiysi, o'qituvchi va ustozlik kasbining obro'si va nufuzini keskin oshirishga hal qiluvchi masala sifatida qaramoqdamiz. Pedagoglarning o'zaro tajriba va bilim almashish uchun yagona xalqaro platformani yaratish maqsadida O'zbekistonda butun jahon professional ta'lim sammitini o'tkazishni taklif etamiz. Shuningdek, mamlakatimizda ilg'or sog'liqni saqlash tizimini yaratmoqdamiz. Ertaga Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohida tashabbusimiz bilan bolalar saratoni va boshqa og'ir kasalliklarga qarshi kurashga bag'ishlangan yuqori darajadagi tadbir o'tkaziladi. Unga barcha xorijiy hamkorlarimizni taklif etamiz. Yana bir muhim yo'nalish gender siyosati. Mamlakatimizning ijtimoiy, siyosiy va hayoti va tadbirkorlik sohasidagi xotin-qizlarning roli bundan buyon ham mustahkamlashni maqsad qilganmiz. Keng mintaqamiz miqyosida esa Osiyo xotin-qizlar forumini doimiy platformaga aylantirib, muntazam o'tkazib borish tarafdorimiz. Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Biz barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lida olgan majburiyatlarimizga sodiqmiz. 2030-yilga borib daromadi o'rtadan yuqori bo'lgan mamlakatlar qatoriga kirishni niyat qilganmiz. Shu maqsadga ochiq va pragmatik siyosatimizni izchil davom ettiramiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, bundan 8 yil muqaddam biz ushbu yuksak minbardan turib, Markaziy Osiyoni tinchlik, yaxshi qo'shnichilik, sheriklik makoniga aylantirishga qat'iy qaror qilganimizni e'lon qilgan edik. Bugun chuqur mamnuniyat bilan ta'kidlash mumkinki, biz bu strategik maqsadga erishdik. Yopiq chegaralar, hal etilmagan bahs va nizolar davri tarixda qoldi. So'nggi yillarda mintaqamizda o'zaro savdo, investitsiyalar va transport tashuvlari hajmi 5 baravargacha ko'paydi. Biz qo'shma investitsiya jamg'armalari, chegara hududlarda savdo va sanoat zonalari, yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirmoqdamiz. Markaziy Osiyo davlat rahbarlari maslahat uchrashuvlari mintaqaviy integratsiyani chuqurlashtirish yo'lida samarali mexanizmga aylanganini ham umumiy yutug'imiz sifatida e'tirof etamiz. Shuni qat'iy ishonch bilan aytishim mumkinki, bugungi kunda yangi Markaziy Osiyoni shakllantirish jarayoni boshlandi. Mintaqamiz o'zining hamjihatligi, barqarorligini o'ziga xosligi bilan xalqaro munosabatlar tizimida alohida subyekt sifatida tobora mustahkam o'rin egallanmoqda. Maqsadlarimizga erishish uchun barcha xorijiy sheriklarimiz bilan o'zaro manfaatli aloqalarni kengaytirishga asosiy e'tibor qaratganmiz. Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilmalari bilan mintaqamizda qator yangi loyiha va dasturlarni amalga oshirishni
taklif etamiz. Jumladan, Ekosos va UNCTAD shafeligida Markaziy Osiyo davlatlarining iqtisodiy taraqqiyotini masalalariga bag'ishlangan xalqaro forum o'tkazish, UNIDO bilan sanoatda yashil texnologiyalar mintaqaviy hubini tashkil etish, mintaqamizda suv resurslaridan oqilona foydalanish, yashil makon barpo etish hamda demografik barqarorlikka erishish bo'yicha dasturlarni qabul qilish tashabbuslari bilan chiqamiz. Shu bilan birga Bosh assambleyaning Markaziy Osiyo mamlakatlarining mintaqaviy sheriklik va iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish harakatlarini qo'llab-quvvatlashga doir rezolyutsiyasini qabul qilish taklif etamiz. Hurmatli delegatsiya rahbarlari, global va mintaqaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanish haqida gapirganda albatta Afg'oniston to'g'risida to'xtalmaslik mumkin emas. Afg'on xalqining tinch va osuda hayotga bo'lgan intilishini qo'llab-quvvatlash uchun xalqaro hamjamiyat sa'y-harakatlarini birlashtirishi zarur. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, bu davlatning yakkalanib qolishiga yo'l qo'ymaslik o'ta muhimdir. Biz Afg'onistonda katta iqtisodiy va infratuzilma loyihalarini amalga oshirmoqchimiz. Ushbu mamlakat orqali xalqaro transport va energetika koridorlarini rivojlantirish bo'yicha tashkilotimizning alohida rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etamiz. G'azo sektoridagi tobora keskin yomonlashib borayotgan gumanitar inqirozini ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Harbiy harakatlarni to'xtatish va siyosiy muzokaralarni davom ettirishga chaqiramiz. Biz BMTning rezolyutsiyasiga muvofiq ikki xalq uchun ikki davlat tamoyilini amalga oshirishning qat'iy tarafdorimiz. Ukraina atrofidagi vaziyat ham barchamizning jiddiy tashvishga solmoqda. Bu muammoning diplomatik yo'llar bilan hal etish bo'yicha yuqori darajadagi muloqotlar boshlanganini olqishlaymiz. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, Markaziy Osiyoda global aksilterror strategiyasini bajarish bo'yicha samarali ishlar olib borilmoqda. BMTning terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi bilan hamkorlikda reabilitatsiya va qayta integratsiya masalalari bo'yicha mintaqaviy kengash tuzilgan. Biz uni xalqaro kompetensiyalar markaziga aylantirishni taklif etamiz. Bu tuzilma muammoli hududlardan qaytarilgan shaxslarni tinch hayotga moslashtirish bo'yicha tajriba almashish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining mintaqaviy ofisini O'zbekistonda ochish uchun zarur sharoit yaratishga tayyormiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, bugungi tahdidlarga to'la dunyoda global transport tizimi naqadar zaif ekanligiga amin bo'layapmiz. Bu muammolar birinchi navbatda dengizga chiqish imkoniyati bo'lmagan rivojlanayotgan davlatlarning barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xalqaro tranzit koridorlarining xavfsizligini ta'minlash va samarali logistika zanjirlarini yaratish o'ta muhimdir. Shu borada barqaror rivojlanish maqsadlari uchun o'zaro transport bog'liqligining mustahkamlash global mexanizmini joriy etish vaqti keldi deb hisoblaymiz. Shuningdek, tobora o'tkir tus olayotgan iqlim o'zgarishi muammolariga ham alohida to'xtalmoqchiman. Jumladan Orol dengizini qurishini salbiy oqibatlarining jahon hamjamiyatining doimiy diqqat markazida bo'lishi lozim. Biz Orol bo'yi ekotizimining qayta tiklash bo'yicha ishlarni izchil davom ettiryapmiz. So'nggi yillarda dengizning qurigan tubida 2 million gektar maydonda sho'rga chidamli cho'l o'simliklari ekildi. 2030-yilgacha ushbu hududning 80% qismida yashil qoplamalar hosil qilinadi. Yana bir muhim muammo bu suv resurslarining taqchilligidir. Hozirda dunyo aholisining 2 milliarddan ortig'i toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Biz mamlakatimizda suvni tejash bo'yicha butun jahon forumini o'tkazishni
rejalashtirganmiz. Mazkur anjuman yakunlari bo'yicha suv inqirozini barqaror taraqqiyot uchun jiddiy tahdid sifatida belgilash mo'ljallanmoqda. Bu borada global darajada innovatsiya texnologiyalarini joriy etish uchun alohida yo'l xaritasini qabul qilish niyatdamiz. Ekologik o'zgarishlarning yana bir salbiy ko'rinishi iqlim migratsiyasining kuchayib borayotganidir. Afsuski, ushbu yo'nalishda aniq xalqaro mexanizmlar va huquqiy baza hanuzgacha yaratilmagan. Biz bu jiddiy masalaga keng xalqaro sheriklik va muvofiqlashtirilgan siyosat yuritish bo'yicha global pakt qabul qilish tarafdorimiz. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, mamlakatlar o'rtasida raqamli rivojlanish va sun'iy intellektdan foydalanishda tengsizlikning oldini olish juda muhim ahamiyatga ega. Sog'liqni saqlash, ta'lim va madaniyat sohalarida sun'iy intellektning amaliy yechimlari va modellarini beg'araz almashishga qaratilgan xalqaro hamkorlik mexanizm yaratishni taklif etamiz. Yana bir ustuvor masalaga alohida to'xtalmoqchiman. Ertangi kunimiz dunyoning taqdiri va farovonligi o'sib kelayotgan yosh avlod qo'lida. Yoshlarimizni qalbini va ongining tinchlik, gumanizm va do'stlik, o'zaro ishonch va hurmat bilan oliyjanob g'oyalari sindirish dolzarb vazifamizdir. Bu borada jahon yoshlarining tinchlik sari harakatining ta'sis etish va uning qarorgohini O'zbekistonda joylashtirish taklifini ilgari suramiz. Biz jamiyatimizdagi bag'ri kenglik siyosatini izchil amalga oshirmoqdamiz. Shu bilan birga islom ma'rifati g'oyalarini chuqur o'rganish va dunyoga targ'ib etish bo'yicha sa'y-harakatlarimizni faol davom ettiramiz. Yaqin oylarda keng mintaqamiz uchun noyob bo'lgan islom sivilizatsiya markazini ochamiz. Buyuk ajdodlarimiz, mutafakkir allomalar Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Maturidiy boy ma'naviy va ilmiy merosining alohida taqdimotini Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'tkazish niyatdamiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, yangi O'zbekiston barcha davlatlar bilan o'zaro hamjihatlik, ochiq muloqot va yaqin sheriklik tarafdoridir. Biz xalqlar, madaniyatlar va sivilizatsiyalar o'rtasidagi muloqotni mustahkamlash, umumbashariy maqsadlarni ro'yobga chiqarish yo'lida o'z hissamizni qo'shishga doim tayyormiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.